bugun sizlar bilan ajoyib bir metodimizni o'rganamiz. Bu metodimiz muzqaymoq metodi. Bu metodda birinchi qatorida savollar berilgan, ikkinchi qatorida javoblar berilgan. Qani, muzqaymoqni birinchi tepadan yeymizmi, pastidan yeymizmi? Tepadan. Tepadan yeymiz. Tepadan yeyish uchun birinchi savollardan boshlab olib javob berishni boshlaymiz. Qani, kim chiqadi? Chiqing. Oling savolni. Do'konda navbatni buzish to'g'rimi? Demak, savolimiz do'konda navbatni buzish to'g'rimi? Buni javobi qanday bo'lar ekan? Yo'q, bu odobsizlik hisoblanadi. Buni javobi yo'q, bu odobsizlik hisoblanadi. Barakalla, o'tiring joyiga. Demak, do'konga borganimizda, jamoat joylarida yurganimizda nima qilishimiz kerak ekan? Navbatni buzmaslik. Navbatni buzmasligimiz kerak, hurmatsizlik qilmasligimiz kerak.